Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Storytime. Biz boshlaymiz. Mehmon. U o'sha uyga faqat mehmon bo'lib kelgan edi. Ismi Jahongir, yoshi 25 da. Shaharda tugilib, shaharda ulgaygan. Tez gapiradigan, tez ishonadigan, hayotni yengil qabul qiladigan yigitlardan. U uchun qishloq, dam olish, toza havo va bolalik xotiralari edi, xolos. U kechqurun yetib keldi. Yo'l uzoq bo'lgan, telefonning quvvati tugagan, yomg'ir esa tinmasdi. Avtobusdan tushganida qorong'u qishloq ko'chasi uni jimlik bilan qarshi oldi. Chiroqlar siyrak, odamlar ko'rinmasdi. Bir kecha qolaman deb o'yladi Jahongir. Ertaga ertalab qaytaman. U hali bilmasdi, ertaga degan narsa bu uyda boshqacha ishlaydi. Uy eski edi. Devorlari oqarib ketgan, tomi past, derazalari kichkina. Ammo ichkarisi issiq. Jahongirni xola Roziya opa kutib oldi. Yoshi 60larga borib qolgan, ko'zlari chuqur, nigohi og'ir ayol edi. Keldingmi, bolam, dedi u, kech bo'ldi. Yo'lda qoldim, dedi Jahongir jilmayib. Faqat bir kecha. Roziya opa bir zum sukut qildi. Bu uyda mehmonlar kam qoladi, dedi u sekin. Jahongir kulib qo'ydi. Xola, bir kechadan nima bo'lardi? Ayol kulmadi. Uyda yana bir odam bor edi, Roziya opaning o'g'li Bekzod. U Jahongirdan sal kattaroq, kamgap, ko'zini ko'p ko'tarmaydigan yigit edi. U faqat bosh irgab salomlashdi. Ovqat tayyor, dedi Roziya opa. Stol oddiy edi, non, sho'rva, choy. Lekin Jahongir nimanidir sezdi, ovqat issiq bo'lsa ham, uyda galati sovuqlik bor edi. Xuddi devorlar eshitib turgandek. Qishloq jim ekan, dedi Jahongir gap ochish uchun. Bu jimlik emas, dedi Roziya opa. Bu kutish. Bekzod choyni sekin ichdi. Uning qo'li biroz titrar edi. Kechasi Jahongirga kichik xonani ko'rsatishdi. Shu yerda uxlayver, dedi Roziya opa. Eshikni yop. Nega? So'radi Jahongir hazillashib. Shunchaki, dedi ayol. Odat. Jahongir yelka qisdi. U yotdi, lekin uyqu kelmadi. Soat yo'q edi. Telefon ochiq. Tashqarida yomg'ir tomchilari tomga urilar, ichkarida esa qadam tovushi eshitilardi. Bir payt devor ortidan pichirlashga o'xshash ovoz keldi. Eshitdingmi? Dedi kimdir juda past ovozda. Jahongir o'rnidan turdi. Kim bor? Dedi u. Javob bo'lmadi. U eshikni ochdi. Yo'lak bosh edi. Lekin oshxonadan yorug'lik chiqardi. U yerda Roziya opa va Bekzod turgan edi. Ular Jahongirga qarab jim qolishdi. Nima bo'ldi? So'radi Jahongir. Roziya opa sekin dedi. Uyg'otdikmi? Yo'q, dedi Jahongir. Men ovoz eshitdim. Bekzod ko'zini olib qochdi. Bu uy eski, dedi u, ovozlar bo'ladi. Roziya opa Jahongirga tikildi. Ertaga ketaman deganding, dedi u, agar imkon bo'lsa tong otmasdan ket. Nega? So'radi Jahongir. Ayol javob bermadi. Jahongir xonasiga qaytdi, lekin yuragi tez urardi. U endi aniq bilardi, bu uy oddiy emas. Bu yerda nimadir bor. Nima, hali bilmasdi. U ko'zini yumdi. Va o'sha payt pol ostidan og'ir nafas eshitildi. Bu nafas insonniki edi. Uy ostidagi sir. Jahongir uyg'onganida tong hali yorishmagan edi. Uy ichida sukunat hukm surardi, lekin bu sokinlik tinchlik emasdi. Xuddi kimdir nafasini ichiga yutib, biror narsa bo'lishini kutayotgandek. U qulog'ini polga yaqinlashtirdi, pastdan yana o'sha og'ir nafas eshitildi. Bu shamol ham emas, quvur ham emasdi. Bu tirik mavjudotning nafasi edi. Jahongir o'rnidan turdi. Eshikni sekin ochdi. Yo'lak qorong'i, lekin oshxonadan xira chiroq ko'rinardi. U yerda Bekzod o'tirgan, qo'llarini stolga qo'yib, bir nuqtaga tikilib qolgan edi. Sen ham uxlamadingmi? Dedi Jahongir. Bekzod cho'chib ketdi. Uxlab bo'ladimi bu uyda? Dedi u past ovozda. Pastdan ovoz kelayapti, dedi Jahongir.
Bu nima? Bekzod bir zum jim qoldi. So'ng asta dedi. Agar bilmasang yaxshi. Endi bilmay bo'lmaydi, dedi Jahongir. Men faqat mehmonman. Bekzod kulimsiradi. Ammo bu kulgi quvonchli emasdi. Bu uyda mehmon bo'lmaydi, dedi u, bu yerda faqat qoluvchilar bor. Bekzod nihoyat gapira boshladi. Bu uy avval bobomniki bo'lgan. Keyin otamniki. Har safar kimdir bir kechaga kelgan. Faqat bir kechaga. Lekin hammasi ketmagan. Qanday qilib ketmagan? So'radi Jahongir. Ba'zilari tongni ko'rmagan. Ba'zilari esa tongdan keyin boshqa odam bo'lib uyg'ongan. Jahongirning tanasi sovib ketdi. Sen buni jiddiy aytyapsanmi? Men shu uyda ulgayganman, dedi Bekzod. Men yolg'on gapirsam, allaqachon aqldan ozgan bo'lardim. Roziya opa eshikdan chiqib keldi. Bas, dedi u, gaplashish yetarli. Xola, dedi Jahongir qat'iy. Pastda nima bor? Roziya opa uzoq qarab turdi. So'ng kalitni olib, polning bir chetidagi yashirin eshikni ochdi. Pastga tushadigan zina poya ko'rindi. Bu uy yolg'iz bo'lishni yoqtirmaydi, dedi u, kim yolg'iz kelsa, uni ushlab qoladi. Qanday ushlab qoladi? So'radi Jahongir. Har kimni o'z qo'rquvi bilan, dedi ayol. Jahongir pastga tushdi. Havo sovuq va nam edi. Devorlar eski, lekin mustahkam. Eng pastda kichik xona bor edi. Xonaning o'rtasida yotoq va yonida eski sandiq turardi. Bu nima? Dedi Jahongir. Bu yerda mehmonlar yotadi, dedi Roziya opa. Oxirgi kechasini. Oxirgi. Jahongir yutindi. Bekzod yuzini burdi. Agar tonggacha bu uy seni qabul qilsa, dedi Roziya opa, sen qolasan. Agar qabul qilmasa ketasan. Qayerga? Dedi Jahongir. Ayol javob bermadi. Birdan xonada shamol esgandek bo'ldi. Sham yo'q edi, lekin chiroq titradi. Jahongir yuragi bilan sezdi, uy uni sinayapti. Men ketaman, dedi u, hozir. Roziya opa boshini chayqadi. Endi kech. Shu payt pastdan yana o'sha nafas eshitildi. Juda yaqin. Juda aniq. Tonggacha chidashing kerak, dedi Bekzod pichirlab. Agar qo'rqib qochsang, uy seni qo'yib yubormaydi. Nima qilishim kerak? Dedi Jahongir. Bekzod unga tikildi. Qo'rquvingga qaragin. U nimani xohlayotganini tushun. Jahongir yotoqqa o'tirdi. Yuragi tez urardi. Ko'z oldiga shahardagi hayoti, rejalari, ertaga qaytaman degan oylar keldi. U birinchi marta anglab yetdi. Bu uy uchun u mehmon emas, u tanlov edi. Va tonggacha hali juda ko'p vaqt bor edi. Uyning xotiralari. Jahongir yotoqda qimirlamay o'tirardi. Pol ostidan kelayotgan nafas endi uzilib-uzilib eshitilardi. Go'yo kimdir uxlamasdan uni kuzatayotgandek. U ko'zlarini yumdi, lekin qorong'ilik ichida tasvirlar paydo bo'la boshladi. Begona emas, o'ziga tegishli. Bolaligi. Otasining erta o'limi. Shahardagi yolg'iz kechalar. Do'stlar orasidagi kulgi ortidagi boshliq. U har doim mehmon bo'lib yashaganini sezdi. Hech qayerda uzoq qolmagan, hech kimga to'liq ishonmagan. Demak, shuni xohlaysanmi? Pichirladi u. Pol ostidan nafas to'xtadi. So'ng ovoz eshitildi. Bu ovoz erkakniki edi. Charchagan, ammo tanish. Sen qochib yurasan, dedi ovoz. Qayerga borsang ham. Jahongir titrab ketdi. Kimsan sen? Men bu uyda qolganlardanman, dedi ovoz. Bir paytlar men ham mehmon edim. Yotoq yonidagi devorda soyalar qimirlay boshladi. Ular odam shaklini olardi-yu yana yoyilib ketardi. Jahongir ko'zini ochdi, xona o'sha-o'sha, lekin havo og'irlashgan edi. Nega qolib ketding? Dedi Jahongir. Chunki ketishga sababim yo'q edi, dedi ovoz. Senchi? Jahongir javob topolmadi. Eshik sekin ochildi. Bekzod kirdi. U gapiryaptimi? So'radi u past ovozda. Ha.
Bekzod yelkasini qisdi. Demak, sinov boshlandi. Qanday sinov? U senga o'zingni ko'rsatadi, dedi Bekzod. Qancha qochganingni, qancha yolg'on bilan yashaganingni. Agar bardosh bermasamchi? Bekzod kozini olib qochdi. Unda tong bo'lmaydi. Soatlar o'tdi. Jahongir o'tmishidan sahnalarni ko'rdi. U qoldirgan odamlar, aytilmagan so'zlar, qilinmagan tanlovlar. Har safar u qochganini tushundi. Har safar mehmonman degan bahona bilan ketganini. Sen bu yerga shuning uchun kelding, dedi ovoz. Chunki bir kecha bo'lsa ham qolishni xohlading. Yo'q, dedi Jahongir. Men ketmoqchiman. Ketish tanlov, dedi ovoz. Qolish ham. Pol ostidan sandiq ochilgandek tovush chiqdi. Xonada sovuq kuchaydi. Jahongir yuragi bilan sezdi, u javob kutyapti. Tongga yaqin Bekzod yana kirdi. Hali qaror qilmadingmi? Dedi u. Agar qolsam nima bo'ladi? So'radi Jahongir. Sen boshqa bo'lib uyg'onasan, dedi Bekzod. Qo'rquving bu uyda qoladi. Lekin o'zing ham qolasan. Agar ketsam. Sen ketasan, dedi Bekzod. Lekin qo'rquvingni olib ketasan. U seni yana qaytaradi. Jahongir ko'zlarini yumdi. U nihoyat tushundi, bu uy odamlarni majbur qilmaydi. U faqat haqiqatni ochadi. Men tanlayman, dedi u sekin. Shu payt pol ostidan nafas yana eshitildi. Bu safar yengilroq. Go'yo kimdir umid qilayotgandek. Tongdan oldin. Tun eng qorong'i paytiga yetganda uy nafasini ichiga yutdi. Bu sukunat avvalgilardan ham og'ir edi. Pol ostidan kelgan ovozlar to'xtadi. Devorlardagi soyalar qotib qoldi. Xuddi hamma narsa Jahongirning javobini kutayotgandek. Jahongir o'rnidan turdi. U oynaga yaqinlashdi. O'z aksiga qaradi, ko'zlari qizarib ketgan, yuzida charchoq, lekin nigohida birinchi marta qat'iyat bor edi. U shu paytgacha har doim ketishni tanlaganini anglab yetdi. O'sha odat uni bu uyga olib kelgan edi. Agar bu uy xotiralardan yashasa, dedi u past ovozda, demak u qo'rquvdan yashaydi. U orqasiga o'girildi. Bekzod eshik yonida turardi. Vaqt oz qoldi, dedi u, tong yaqin. Bu uy qachondan beri shunday? So'radi Jahongir. Bekzod chuqur nafas oldi. Bobom aytib bergan. Uning bobosi ham shu yerda yashagan. Bu uy har avlodda yolg'iz qolganlarni ushlab turgan. Kimdir ketolmagan, kimdir ketishni istamagan. Ular xotirasini shu yerga topshirgan. Demak, pastda Jahongir gapini tugatmadi. Ular tanlaganlar, dedi Bekzod. Ular uyga o'z qo'rquvini berib tinchlik olgan. Jahongir yutindi. Va senchi? Bekzod kozini olib qochdi. Men qo'rqaman, dedi u, shuning uchun shu yerdaman. Roziya opa paydo bo'ldi. U qo'lida sham ushlab turardi. Sham nuri devorlarda titrar, uyning yoshi bilinardi. Vaqt keldi, bolam, dedi u Jahongirga. Tongdan oldin qaror qilinadi. Agar men qolsam, dedi Jahongir, men ham o'sha pastdagilar kabi bo'lamanmi? Roziya opa boshini chayqadi. Yo'q. Har kim o'zicha qoladi. Kimdir ovozga aylanadi, kimdir xotiraga. Agar ketsamchi? U holda uy bir parcha xotirasini senga ergashtiradi, dedi ayol. Uni ko'targan odam uzoqqa bormaydi. Jahongir ko'zlarini yumdi. U o'z hayotini o'yladi. Qochib ketilgan suhbatlar, yarimta munosabatlar, doimiy keyinlar. Bu uy unga qo'rqinchli emas edi, u oyna edi. Men qolmayman, dedi u nihoyat. Lekin qochib ham ketmayman. Roziya opa hayron bo'ldi. Qanday qilib? Men qo'rquvimni o'zim bilan olib ketmayman, dedi Jahongir. Uni shu yerda qoldiraman. Lekin o'zim ketaman. Uy ichida shamol yurgandek bo'ldi. Sham alangasi tebrandi, lekin ochmadi. Pol ostidan ovoz yana eshitildi. Buni hech kim qilmagan, dedi u, shuning uchun qaytib kelishgan. Men qaytmayman, dedi Jahongir. Tong yorishdi. Derazadan birinchi nur tushdi.
Uy ichidagi sovuqlik asta chekina boshladi. Nafas tovushi sekinlashdi, go'yo chuqur uyquga ketgandek. Roziya opa eshikni ochdi. Yo'ling ochiq, dedi u. Bekzod Jahongirga qaradi. Agar tashqarida ham shunday bo'la olsang, dedi u, balki bu uy ham bir kun tinchar. Jahongir tashqariga qadam qo'ydi. Havo sovuq, ammo tirik edi. U orqasiga qayrilib qaramadi. Olib chiqilgan xotira. Jahongir qishloq ko'chasiga chiqqanida quyosh endigina ko'tarilayotgan edi. Havo sovuq, ammo toza edi. Qushlar ovozi eshitilardi. Bu oddiy tong bo'lishi kerak edi. Lekin Jahongir bilardi, u oddiy odam bo'lib chiqmagan. U bilan birga nimadir chiqqan edi. U yo'l bo'ylab yurar ekan, ko'ngli galati yengil, lekin ichkarida bo'shliq bor edi. Xuddi yelkasidan og'ir yukni tushirgandek, ammo o'rnida iz qolganidek. Avtobus bekatida u ilk marta to'xtab chuqur nafas oldi. Men qaytdim, dedi u ichidan. Lekin avvalgidek emasman. Shaharga yetgach o'zgarishlar darhol sezildi. Odamlar avvalgidek shoshardi, gaplashardi, kulardi. Lekin Jahongir ularning yuzida ilgari ko'rmagan narsani payqadi, qo'rquv bilan odat qanday aralashib ketganini. U buni endi aniq ko'rardi. U ishiga bordi. Hamkasblari hayron bo'ldi. Bir kecha qishloqda qolding, deb eshitdik, dedi biri. O'zing galati bo'lib qolibsan. Shunchaki uxlamadim, dedi Jahongir. Bu yolg'on emas edi. O'sha kundan boshlab u bilan galati narsalar bo'la boshladi. U kechalari uydagi pichirlashni eshitmadi. Lekin ba'zi odamlar bilan gaplashganda ularning so'zlari orasidan aytilmagan gaplarni sezardi. Qachon odam qochayotganini, qachon yolg'on gapirayotganini yuragi bilan bilardi. Bir kuni do'sti unga dedi: "Sen o'zgargansan. Endi ko'zing bilan emas, iching bilan qarayapsan." Jahongir kulmadi. U buni xotira deb tushundi. Uydan qolgan narsa. Bir haftadan keyin u qishloqqa qaytib bordi. Uy o'sha joyda turardi. Lekin boshqacha edi. Derazalar ochiq, eshik qarsillamasdi. Ichkarida sovuq kamroq edi. Roziya opa uni ko'rib bosh irgadi. "Qaytishingni bilardim", dedi u. "Men qolish uchun kelmadim", dedi Jahongir. "Tekshirish uchun keldim." "Nimani?" "Uy tinchmi?" Ayol quloq soldi. U sukutda, dedi u, "Bu yaxshi belgi." Bekzod ham o'zgargan edi. U ko'proq gapirar, ko'zida qo'rquv kamroq edi. "Men ham ketmoqchiman", dedi u birinchi marta. Jahongir bosh irgadi. Qochib emas. Qaror bilan. O'sha kecha Jahongir uyda qolmadi. U tashqarida, hovlida o'tirib uyga quloq soldi. Nafas tovushi yo'q edi. Pichirlash yo'q. Faqat shamol. U tushundi, uy odamni ushlab turmaydi. Odam o'z qo'rquvi bilan o'zini ushlab turadi. Va o'sha tun haqiqatan ham hammasini o'zgartirgan edi. Tun tugaganida uy endi nafas olmayotgandek edi. Jahongir hovlida tongni qarshi oldi. Quyosh asta chiqdi, devorlar rang oldi, tomdan kechagi namlik buk bo'lib ko'tarildi. Bu oddiy tong edi. Lekin bu uyning ichida oddiy tonglar bo'lmasligini u endi bilardi. Roziya opa tashqariga chiqdi. "U tinchidi", dedi u sekin. "Sen ketganingdan beri birinchi marta." "Demak, u ham qo'rqardi", dedi Jahongir. Ayol bosh irgadi. Uy odamlarning qo'rquvidan yashardi. Endi esa och. Ochiqlikdan ham qo'rqmaydi, dedi Jahongir. Roziya opa ilk bor jilmaydi. Bekzod yo'lga hozirlik ko'rayotgan edi. Kichik sumka. Keraksiz narsalar yo'q. U har safar eshik tomonga qarab, keyin o'zini to'xtatardi. "Men ketaman", dedi u qat'iy. "Agar hozir ketmasam, hech qachon ketmayman." "Sen qochmayapsan", dedi Jahongir. "Sen tanlayapsan." Bekzod chuqur nafas oldi. "Shu farqni endi tushundim." Jahongir shaharga qaytdi. Hayoti avvalgidek davom etdi, lekin u avvalgidek yashamadi. Endi u hech qayerga faqat mehmon bo'lib kirmasdi. U suhbatlarda qochmasdi. Qarorlarni keyinga qoldirmasdi.
U bir narsani o'sha tundan olib chiqqan edi. Qo'rquvdan qochish emas, unga qarash kerakligini. Oradan oylar o'tdi. U qishloqdan xabar oldi, uy bo'shab qolgan. Roziya opa qarindoshlarnikiga ko'chgan. Bekzod shaharda ish boshlagan. Uy esa oddiy uyga aylangan. U endi hech kimni ushlab turmasdi. Jahongir bu voqeani hech kimga to'liq aytmadi. Chunki ba'zi haqiqatlar hikoya bo'lsa, kuchini yo'qotadi. Ularni faqat yashash kerak. U faqat bitta gapni aytardi. Ba'zi joylarga mehmon bo'lib kirib bo'lmaydi. U yerga faqat tanlov bilan boriladi. Va u bilardi. O'sha tun hammasini boshqacha tugatgan edi. Chunki u birinchi marta qochmasdan tongni kutgan edi.